Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men İftihar Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dolqin İsa Efendi 26. navbatlik yerli xalqlar munbirida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini kun tartibga olib kelib, Xitoy vakiliga tuyuqsiz zarba bergan. Növətdə Amerikada fəaliyyət elib beriyotgan Dünya Uyğur Qurultayının sabiq rəisi, Uyğur Kişilik Hüquq Demokratiya Mərkəzinin rəisi Dolqin İsa, Dünya Uyğur Qurultayının ali məsləhətçilarindən Dr. Rishad Abbas və Ömər Qanatlar birlikdə Birləşmiş Milletlər Təşkilatındakı elçilər bilan uçuruş elib berib, davamlaşıyotgan Uyğur irqiy qirg'inchiligi, Xitoyning chegara halqıgan bastırışları, Xitoyning yangidan yo'l qo'ygan Atalmış Milletler İttifaqlığı qanunu haqqida ma'lumotlar berib, Uyg'ur masalasiga qarta amaliy harakat qo'llanishga da'vat qilgan. Dolqin İsa Efendi yana Amerikadagi faoliyat jarayonida New Yorkda Birlashgan Milletlar Tashkiloti bosh shtabida ichilayotgan 26. navbatlik yerli xalqlar munbiriga qatnashgan. Mazkur munbir yerli xalqlarning huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyoti, madaniyati, muhiti va kishilik huquqini qo'g'dash uchun moslashtirish va yerli xalqlarning masalasini muzokara qiladigan yuqori darajali yig'in bo'lib, bu munbar yana yerli xalqlarning o'z taqdirini o'z belgilash va haqlarini qo'g'dash uchun bir super rolni o'ynaydi. Yillardan buyon Xitoy har xil vositalarni ishlatib, Dunyo Uyg'ur Qurultayini bu yig'inga qatnashishiga to'sqinlik qilib kelgan va Dolqin İsa Efendini 2017-yildagi yig'inda atalmış Şinjangda yerli xalqlar yo'q, Dunyo Uyg'ur Qurultayi bölgünçi tashkilot, Dolqin İsa bo'lsa bir bölgünçi deb Birleşken Milletler Teşkilatı'na besim qilib yig'in maydonidan chiqarib etgan va uning so'z qilishini to'sqan edi. Shundaqla 2018-yilda yana o'xshash vositalarni ishlatgan bo'lsa-mu, lekin Amerika, Germaniya, Yevropa ittifoqining aralashishi va Birleşken Milletler Teşkilatı bosh kotibi Antonio Guterresning bevosita qo'l tiqishi bilan shu qatimliq yig'inga qatnashib, Uyg'urlarning Sharq Turkistonning asli egisi va yerlik xalq ekanligini o'ttirib qo'ygan edi. Dolqin İsa Efendi bu qatimki munbarda xalqaro jamiyat va a'zo davlatlarni amaliy harakatga o'tishga chaqiriq qilib, munolarni o'ttirib qo'ygan. Xitoy tarafidan davomlashayotgan kishilik huquq krizisi va yillardan buyon davom qilayotgan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan sistemlik ziyonkashliklari, Uyg'urlarning madaniyat, diniy va milliy kimligini ifodalashga qattiq cheklama qo'yishi, Uyg'urlarni nishon qilgan harakat erkinligini cheklash va keng ko'lamda oilalarning tutqun yoki har xil sabablar bilan ayirib etilishini o'ttirib qo'yib, Xitoy Uyg'ur xalqiga qarshi og'ir kishilik huquq jinoyati sodir qilyotdi. Buning ichida nopusni majburiy kontrol qilish tadbirlari, madaniyat va tilining yo'qotilishi va majburiy emgak qatorliqlar bor. Birleşken Milletler Teşkilatı dokladida ko'rsatilgandek, 2016-yildan buyon 1 milliondan ortiq Uyg'ur tutqun qilinib, jazo lagerlariga qamaldi. Xitoy yana yaqinda assimilyatsiya va Uyg'urlarning milliy kimligini yo'q qilishni maqsad qilgan Millatlar Ittifoqligi qonunini yo'lga qo'ydi. Bargan sari ko'plagan parlament, hukumat va mustaqil organlar Uyg'ur xalqi duch kelayotgan vaziyatning qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat ekanligi to'g'risida birdek yakunga keldi. Ammo shundoq bo'lsa-mu, e'tirof qilishlar yetarli emas. Agar amaliyat, moslashish va natijali harakat bo'lmasa, bu qirg'inchilik davomlashadi va vaqtning o'tishiga ergishib, xavf-xatar taqimi og'irlashadi. Xalqaro jamiyat e'tirof qilishdan javobgarlikni surishtirishga o'tishi, shundaqla xalqaro qonuniy mexanizmini ishlatib, amaliy harakat qo'llanishi zarur. Shunga men xalqaro jamiyat va a'zo davlatlarni amaliy harakatga o'tishga chaqiraman. More than 1 million Uyghurs have been arbitrarily detained in concentration camps as documented by UN experts since 2016. The recent adoption of the ethnic unity law aimed at assimilation and the single national identity framework. Mazkur yig'inda Xitoy vakili Dolqin hukumat tarafidan aniqlangan terrorchi, uning maqsadi Jungoning egilik huquqi va zamin butunligiga buzg'unchilik qilmoqchi. O BDTning sorundan foydalanib, Şinjang munosabatli yolg'onlarni to'qib, davlatni parchalash va qalaymaqonchilik paydo qilish razil niyatini yana bir qatim oshkorladi deganni ko'tarib chiqib, uning bu faoliyatga qatnashishini cheklashni talab qilib bildirlagan. 中国没有土著人，各族人民在长期交往交融中共同缔造了一个统一的多民族国家，包括维吾尔族在内的56个民族都是中华民族大家庭的平等一员。涉疆问题不是人权问题，也不是土著问题。长期以来，新疆经济持续健康发展，
社会大局和谐稳定，文化传统得到保护和弘扬，宗教信仰自由等各项权利得到充分保障，人民生活水平和质量大幅提高，得到新疆各族人民的衷心拥护，国际社会也对此有目共睹。个别反华分裂分子散布炒作新疆所谓种族灭绝、强迫劳动的谎言，以求实现其不可告人的政治目的。中国新疆地区过去60多年来，人口总量增长了4倍，维吾尔人口总数从220万增长到约1200万。说新疆种族灭绝，这不是彻头彻尾的世纪谎言吗？ Xitoy vakili yana Uyg'urlarning emas, balki Xitoy mustamlikasida yashayotgan barliq xalqlarning haq-huquqini inkor qilib, Xitoyda yerlik xalq yo'q. Har bir millat xalqi uzun tarixga ega almashtirish va birlashish orqali birlikka kelgan ko'p millatlik davlat qurgan deganni bozorga solgan. Shundaqla Sharq Turkistonga munosabatlik masalalarning hargiz kishilik huquq masalasi yoki yerlik xalq masalasi emasligini, rayonda iqtisodning taraqqiy qilib, inoqlik va muqimlikqa erishganligini, madaniyat, din va e'tiqod erkinligining qo'g'dalganligidek nomussizcha yolg'onlar bilan ba'zi Xitoyga qarshi bo'lgunchi unsurlar o'zlarining maqsadini amalga oshirish uchun qirg'inchilik va majburiy emgak silish qatorliq yolg'onlarni tashviq qilmoqda deb chalvo qilgan. Stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Isa Apandi bu vaqtdagi tafsilotlarni bildirib, mundaq deydi. Nyu-York'taki Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki bir haftalık programımız muvaffakiyetli öttü. Bir yerde Dünya Kurultayı'nın Ali Mesleğçilerinden Ömer Kanat Efendim ve Doktor Rişat Abbas Efendimle birlikte arkadaş devletlerinin Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki elçihallerini, diplomatları bilen ayrı görüşler, uçuruşlar yapıyorduk. Amerika, Kanada, Okşaydıgan ve Avrupa devletlerinin başta bulup ondan artık devletinin elçihallerini ayrı ziyaret kıldık. Yukarı derecelik emeldarların köreştik. Bu Xitayning milletler ittifaklığı kanununu çıkarışının akıbetleri hakkında tefsir malumatlar verdik. Xitay hükümetinin bu çevre halkın bastırış siyasetinin kayıtlarız kengeyip atkallıklarını anın deyinken Xitayning Birleşken Devletler Teşkilatı günden günge yüzünü küçeytiş ve tesirinin küçüp gitip bağlılığı bu arkalık Uygur erkek kırgınçılığının üstüne yapışka urunuvatkallıklarını, şunun gibi devletlerinin bu meselede aktif rol oynaş gerekliğini 2019-2022 yıllıgıca Uygur meselesinin, Uygur erkek kırgınçılık meselesinin Birleşken Devletler Teşkilatı'ndaki mühim bir gün tertip boğan bolsun ama keyinki vaxtlarda dünyadaki uruşlar, kalaymakançılıklar sebebinden Xitay bunundan ait ustluk ile paydalanıp Uygur meselesini bir çetik qarib koyuvatkan ve onun üstüne kırgınçılıkның üstüne yapıp hem iş normalga ötüp gitip atkanlıkta bir tesirat yarışıqqa tirişvatkanlığı ve bunun məlum devletler nezirde xelili güçlük tesirin buluvatkanlığı ama reallıkta bolsa işimnin özgemevatkanlıkları Xitayning şu xalqara besim sebebinden maqsad özgürüş yok. Kısmen taktiklerde özgürüş yapırvatkanlığı çigirlarını aşkanda görünüp chet el mutaxassislerini, diplomatlarını çağırış, muhbirlarını çağırış arkalık bana hemen normal diyen tesirat yarışıqtırışvatkanlığı bu texmi vahimlik bir avval bovatkanlığı yeni çıkargan kanunun bu Uygur milli kimliğini yo'qotish uchun bir kanuni asas tayyorlaydiganlikdan iborat. Mushu nuqtalarni asas tema qilib olgan asosda uçurishlar yapdik. Bir haftalik bir yerdagi programımız nihoyatda muvaffaqiyatli bo'ldi. Bu jarayonda men Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Yerlik Milletler Forumida bir yerde Uygurlarning tili, medeniyeti ve kampı, mecbur emgek münasebeti meseleleri to'g'riliq söz qildim. Mening so'zimdan keyin Xitoy meni terörist bölgünçi deb ayblab, hujum qilib, menga qarshi yerdimi bayonot berdi. Xitoyning dunyo bozorlariga setilayotgan Labubu qo'nchoqlaridagi paxtaning Uyg'ur majburiy emgiga chetishlik ekanligi oshkorlangan. New York vaqti gazeti xabarda bildirilishicha, Xitoyning Pop Mart shirkati ishlab chiqargan dunyo miqyosida olqishga erishgan Labubu qo'nchoqlari qattiq tekshirishga duch kelgan bo'lib, mustaqil tekshirish va dalillangan tajribaxona analizlari Labubu qo'nchoqlarida Sharq Turkistondan kelgan paxta ishlatilganligi o'tirg'i chiqqan.
Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan paxta Xitoyning rayonda yo'l qo'ygan majburiy emgak chetishliq bo'lganligidan xalqarалық savdo cheklamalari yo'l qo'yilgan edi. Bu bayqashlar Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga asosan yoshurun qonuniy xatarlarni keltirib chiqaradigan bo'lib, mazkur qonun shirkatlar o'zlarining mahsulotlarining majburiy emgakdan xoli ekanligini isbotlab berolmagan ahvol ostida Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan mollarni Amerikaga kirgizishni cheklab, ishlab chiqaruvchi shirkat qora tizimlikka kirgizildi ekan. Bu ahvol Amerika qonun chiqaruvchilari va kishilik huquq qo'g'duvchi tashkilotlarning diqqatini qo'zg'agan bo'lib, ba'zi tashkilotlar Labubu mahsulotlarining qonunga uyg'unligi isbotlanmasa, Amerikaga kirishini to'sishni talab qilgan bo'lsa-mu, mazkur qonunning ijro qilinishiga mas'ul bo'lgan Amerika Tamojna va chegara mudofaa idorasi taxi oshkor bir fikr bayon qilmagan. Stansimizning egallashicha, Labubu alvasti qo'nchiqining paxta manbasini sinoq qilishni o'tgan yili Uyg'ur harakati tashkiloti havola qilgan bo'lib, bu sinoq iyunda Tayvandagi mahsulotlarni laboratorlik sinoq qilish texnik markazi tarafidan elib berilgan. Tekshirish natijasida paxtadagi izotoplardan uning manbasining Sharq Turkiston ishlab chiqarilganligi isbotlangan. Labubudagi paxtadan ilingan avrishkilarda Sharq Turkistonda o'stirilgan paxta borligini tekshirish natijasi va analizlarga asosan New York Times gazeti dalillangan bo'lib, Labubu alvasti qo'nchiqining Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq ekanligini isbotlashda Uyg'ur harakati tashkiloti alohida kuch chiqargan. Tajovuzchi Xitoy hukumati Sharq Turkistondagi majburiy emgak ayblashlarini inkor qilib, qirg'inchilik siyosatlarini atalmish nomrodlikdan qutqizish va terrorlikqa qarshi turish deb tasvirlagan bo'lsa-mu, Birlashgan Davlatlar Tashkilotini o'z ichiga olgan xalqaro tashkilotlar va organlar buni kishilik huquq dafsanchiligi, irqiy qirg'inchilik tashkil qiladiganligidan andish qilishadiganligini bildirib kelayotgan bo'lib, Labubu qo'nchoqlari bu talash tortishda Amerika savdo qonunlarining ijro qilinishi kuchi uchun muhim bir sinoq bo'lib qolishi mumkin ekan. Tajovuzchi Xitoy Uyg'ur tarixidagi muhim shaxs Seydiya xalqining qurg'uvchilaridan biri bo'lgan Sultan Seydixon mazarining lavhasidagi Uyg'ur xatlarini elib etgan. Yaqinda Xitoy ijtimoiy taratqularida tarqalgan bir sin ko'rinishida o'tirg'i chiqishicha, tajovuzchi Xitoy Uyg'ur tarixidagi muhim shaxs Seydiya xalqining qurg'uvchi podshohlaridan biri bo'lgan Sultan Seydixon mazarining lavhasidagi Uyg'ur xatlarini elib etgan. Bu haqda yaqin yillardan buyon Sharq Turkistonga ziyorat qilgan YouTuberlarning sin filmlari va yaqinda tarqalgan sin ko'rinishini silishtirish orqali Sultan Seydixonning mazarining beshidagi lavhada oldingi yillarda Sultan Seydixon mazari degan Uyg'ur xatlarning borligini, ammo bu xatlarning Xitoyning atalmish millatlar ittifoqligi qonunini yo'l qo'ygandan keyin elib etilganligi dalillangan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sundum. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiş aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.